Jannatga kirishni xohlamsiz? Albatta Allohga iymon keltirgan, payg'ambarlarga, farishtalarga, oxirat kuniga, jannat va jahannamga iymon keltirgan har bir musulmon jannatga kirishni xohlaydi va jahannam azobidan qo'rqadi. Undaqda biz o'zimizdan so'rab baqayli. Men jannatga kirish uchun nima ishlarni qila oladim? Men bir musulmon bo'lish sifatim bilan Allohga chin ixlos bilan ibodat qila oladimmi? Allah ve onun elçisi ko'rsatib bergan qaysi yaxshi amal ibodatlarni qildim. Agar at o'lib ketsam, yashagan kunlarimdan Allohga javob bera olaymanmi yo'q deb o'zimizning kundalik hayotida bu savollarni so'rab, o'zimizga eslatib turishimiz kerak. Mana hozir muborak Ramazon oyi oxirlashay deb qoldi. Agar biz bugun yashayotgan bo'lsak, bu Allohning bizga bergan cho'ng bir ne'matidir. Şuna biz bugunimizni, hatta nefes ilayotgan hozirimizni qadrlab, Allohga shukr qilayli. Hali hamma tavba istig'for etishga keyin qolmadik. Bundan burun dunyo g'amida bo'lib ketib, qilolmagan ibodatlarimizni hali hamma keyniga surmay qilayli. Allohga tavba qilayli. Aylarning sultoni bo'lgan bu go'zal oyning beshi ne'mat, o'ttiri rahmat, oxiri mag'firat emasmi? Allah bilib bilmay qilgan gunohlarimizni kechirib, inshaalloh bizlarga jannat eshiklarini ochadi. Shunga, ey qarindoshlarim, bugungi ishni atiga qo'ymayli. Ibodatlarimizni joyida qilib, yaxshi amal ibodatlarni ko'plab qilib olayli. Allah Qur'on Karimda mundoq deydi: Tarozi ig'ir kelgan, ya'ni yaxshiliklarni, yomonliklarni besib ketganlar baxtga erishguchilardir. Sura Mü'min 102-oyat. Allah Qur'onda aytgandek, yaxshiligimiz, yomonligimizni besib ketadigan yaxshi taqvo mu'minlardan qilib bersin inshaalloh. Amin. İbadet qilish bugun va yoki atidan iborat emas, va yoki bu ulug' oy oxirlashquchilar emas. Shunga umrimizning oxirigacha Allohga ko'plab ibodat qilib olayli. Oxirat safarimizda bizga hamroh bo'ladigan savobliq yaxshi amallarni ko'plab qilib olayli. Shunda qilgandila qiyomat kuni Allohning bizga va'da qilgan, ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatga muyassar bo'la olamiz va shundala Allohning mangu so'radigan azobidan, mangulik davom qiladigan azobidan qutula olamiz. Oxirda Allohdan hammamizning qilgan ibodatlarini qabul qilib, gunohlarimizni afv qilishini va jannatlarning eng olisi bo'lgan Firdavs jannatidan o'rin ato qilishini tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.